Assalomu alaykum do'stlar. Men sizlar bilan yana Sandro va bugun men qorli qishloqchada ajoyib sip topib oldim. U qorli biyomda joylashgan oddiy qishloqcha va u ancha katta ekan. Va bizda 1 2 3 4 ta yo'q 5 6 7 ta ferma bor ekan. Va bu qishloqchada bitta paqirga sig'adigan lava bor. Va bu qishloqchadagi sandiqlarning hammasini lutini ushbu joyga yiqqanman va hamma sandiqlarda mana shu lutlarni topishingiz mumkin. Xo'sh, va bizda qishloqchaning ushbu tomoniga qarab yursangiz bizda iglu chiqish kerak, ya'ni qordan qurilgan uy. Mana iglu va bilganingizdek uning ostida kirib ketadigan, ya'ni yashirin bunkercha bor va bu bunkerda bitta oddiy qishloqi va zombi qishloqi bor va sandiqda shunday lutlar bor. Va bu yerda esa Weakness 4 minutlik damlamasi bor. Xo'sh, undan tashqari bizda qishloqchamizga qaytib olaylik. Xo'sh, endi qishloqcha qayerda qoldi? Xo'sh, bu tomonda edi-ya. Yo'qmi? Hozir bo'lmasam. Kim bilmasa, tepa komandasi xohlagan joyingizga teleport qilsa bo'ladi. Mana men hozir qishloqchaga teleport bo'ldim. 216 120 koordinatalarida qishloqcha joylashgan va 90 bu balandlik, ammo siz 72 balandlik yozib ushbu qishloqchaga kelishingiz mumkin va shunday lutlarni ko'rishingiz mumkin. Va undan tashqari bizda bu yerda yashiringan xazina bor. U esa 136 8 koordinatalarda joylashgan va shunday lutlar bor. Mana bitta dengiz yuragi, 14 ta temir, 3 ta qovurilgan kod balig'i, bitta 3 minutlik suvda nafas olish damlamasi va 4 ta prizmarin kristallari, 3 ta yana qovurilgan baliq, 3 ta olmos va bitta temir qilich joylashgan. Sidning o'zi esa kommentariyada. Yoqqan bo'lsa bitta like va obuna tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hozircha esa xayr.